Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun bir ajoyib amaliyotni o'taymiz, praktika. Ruscha orada qo'shib yuborsam xafa bo'lmaysizlar. Bu praktikadan maqsad перезагрузка себя. O'zingizga qulay bo'lgan joyga o'tirib olib, tinchroq joyga o'tirib olib boshlang. Yokkida eshiting. Просто jim, sukunatli joyda eshiting. O'ng qo'lingizni chap ko'kragingizga, chap tomoningizga qo'yib, bugundan e'tiboran hamma voqelik, hayotimda sodir bo'layotgan hamma jarayonlarning markazida men turaman. Bugundan boshlab men o'zimni tanlayman. Tasavvur qiling, sizni taniysiz, o'tirgan holatingiz, turgan holatingizni tashqaridan kuzatayotganingizni tasavvur qiling. Siz как бы ikkiga bo'lingan odamsiz-da. Tasavvurda shunaqa o'tirgan holatda siz kuzatuvchisiz. Hayotingizda bo'layotgan voqealarni kuzatuvchisi sifatida o'zingizni tasavvur qiling. Bugundan boshlab men faqat o'zimni tanlayman. Bugundan boshlab qalbimni sevaman. Qalb Allohniki. Bugundan boshlab orzularimni eslayman. Maqsadlarimni eslayman. Ota-onam bag'rida yurgan, quchoqda yurgan bolaligimni eslayman. Qizaloq, bolacha farqi yo'q. Siz o'g'il bolamisiz, qiz bolamisiz? 10 yosh, 15 yosh bolalik, o'spirinlik paytlaringizni eslashga harakat qiling. Maqsadlaringiz, orzularingizni eslang. Bugundan boshlab faqat o'zimni tanlayman. Meni pul sevadi, meni baxt sevadi, meni omad tanlaydi. Tasavvur qiling, birinchi sizni tanigan paytlaringizdagi voqeliklarni eslashga harakat qiling. Maktabga borganingiz, o'rtoqlaringiz, institut, universitetda o'qigan paytlaringiz, eng quvonchli, beg'ubor bolaligingizni eslang. Ota-onangizni kulgularini, oila atrofida o'tirgan damlaringizni, sayohatlarga, sayrlarga chiqqan paytlaringizni eslang. Eng muhimi, o'zingizni toping shu jarayonlarda.